Mana bugun 1 oktyabr 2025-yil. Shu shahri men qarab yuradigan bog'lardan bittasi. Dvaryak hosil. Erta pishar olma. Dvaryak hosili. Bir yaqinda xuddi mana shunaqa rasmni bir kishi tashlagandi. Buni ancha yil oldindan men ko'rgandim, internetga chiqqandi. Chet elda bo'lsa kerak deb gapirganda, yo'q, chet elda emas, o'zimizda dvaryak hosil degandim. Mana o'sha gapimni isboti. Juda chiroyli bo'lib turibdi mana. U ichida shunaqa hosil qiladi. Bular mayda pishganda olma. Mana bag'i juda katta bo'lib ketgan. Bu narigi shoxlarida ham bor.